Avvalambor assalomu alaykum aziz Ushqudu 24 kanalining aziz muxlislari hamda obunachilari. Shunday bir ulug' kunda Mohi Ramazon oyida Laylo opa biz baxtli onalarimizni, baxtli otalarimizni tabriklashda davom etyapmiz. Ayni daqiqada bugun biz Ushqudu Madaniyat saroyi mana sahnasida turibmiz. Albatta bu sahnada o'sha bugun tug'ilgan kun qahramoni juda ko'plab o'sha xalqimiz yaxshi kunlarida yaxshi kayfiyat olishi uchun xizmat qilganlar. O'sha Ushquzug'imizni xalqi uchun o'sha to'ylarida, har xil o'sha yaxshi kunlarida xizmat qilgan bir akamizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Mana ikkita ertak qahramonlari bilan birga. Ertak qahramonlarni hali kimligini aytmaymiz, shogirdlaridan, lekin bundan bugungi o'z tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan, qolaversa bu mening otam loyihasini qahramoni, bundan umuman xabari yo'q. Hozir ishga kirib keladi. Biz esa jamoa bilan Zarif Jo'rayevni birgalikda kutib olamiz. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Ushqudu 24 kanali bu mening otam, bu mening onam loyihasi. Albatta Qobiljon, mana shunaqa xalqimizga xizmat qilgan mana shunaqa insonlarimiz, chunki o'sha betob bo'ladimi, uyda bir noxush bo'ladimi, uni farqi yo'q. Biz uchun o'sha san'atkor doim o'sha xushchaqchaq, yaxshi kayfiyatda bo'lishi kerak. Mana shunaqa bir yaxshi insonimizni mana shu yaxshi kunida Ushqudu 24 kanali ijodiy jamoasi xizmat qilayotganidan behad xursand. Albatta, Zarif aka har bir xonadonga xizmat qilgan, har bir xonadonga o'zini chiroyli kuy va qo'shiqlari bilan, qolaversa mana shu tumanimizda bo'lib o'tadigan bayram tadbirlarida, qolaversa viloyatda, respublikada bo'lib o'tadigan ko'rik tanlovlarida o'zini shogirdlari bilan xalqimizga, elimizga xizmat qilgan ustoz san'atkor hisoblanadi. Hozir Zarif aka Jo'rayevni birgalikda shogirdlari, qadrdon hamkasblari birgalikda barchamiz kutib olamiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Ushqudu 24 kanali bu sizning to'g'ri tanlovingiz. Tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Ura! Dadam! Avvalambor assalomu alaykum ustoz Zarif aka Jo'rayev. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan barcha hamkasblar, qadrdonlar, oila a'zolar nomidan Ushqudu 24 kanali ijodkorlari nomidan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Mana doim xalq xizmatdasiz. Mana hamma shunaqa to'yda, sahnada o'tiradi, yo tug'ilgan kunchilar bo'lib tabriklaganida hayajonlanib bo'ladi o'zi tug'ilgan kunida odam. Mana shuncha bo'laydi endi. Voy rahmat. Kutganmiz Zarif aka, buni Ushqudu 24 kanali ijodkorlariga, hamkasblariga bugun shunaqa shuncha qadrdonlar, hamma hamkasblar mana yig'ilib turibdi-da. Kutganmidingiz? Yo'q, endi kutganim yo'q edi, bunchalik deb. Buni kim tashkil qilgan bo'lishligi mumkin? Ertaga planerkada bir tabriklasa kerak devdim. Lekin bugun
tabrik so'zi bo'lishligi hayolingizda yo'q. Butun barcha jamoa sizni chin qalbimizdan zarbaga 52 yosh muborak bo'lsin. Allohning farzandlariga har doim bosh bo'ling, Allohning panohida bo'ling. Mana yangamni qo'llarida chiroyli gullar turibdi. Bugun sizni tabriklash uchun barcha yaqinlar, qadrdonlar mana Charo singlimizni qo'llarida, kuyov bolani qo'llarida birgalikda chiroyli to'nlar turibdi. Muborak bo'lsin bugungi 52 yosh barcha jamoa tabriklaymiz. Marhamat, hamma birdek e'tiborni sarhamizga ma'lum hamma nomidan akajon bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz butun bo'lsin. Bu yoshlarni ko'proq ko'ring. Yangam bilan Allohim qo'sha qarib, baxtli, saodatli bo'lib, farzandlarga bosh bo'lib, Allohning panohida bo'lishingizni chin dildan yaratgandan so'rab qolamiz. Ko'z ochib ko'rgan joyimsiz, taqdir yozgan dostonimsiz. Peshonamga bidiksiz, bog'langan mislsiz, sizlikni topolmayman, juftda halolim. Ko'nglim uyini bekasisiz, muhabbatimning egasisiz. Men jamol, siz yaxsiz, sizlikni topolmayman, juftda halolim. Davr-davronlar so'raylik, qo'sha qarib yuraylik, duo qilib yaratgandan so'raylik. Xudo xohlasa farzandlarimizni farzandini nikoh to'ylarida ko'raylik. Sizlikni topolmayman, juftda halolim. Agar yangam bilan qo'sha qaring, farzandlaringizni baxtli kamolini ko'rib yuring. Barcha jamoa shogirdlar tabriklaymiz. Xodimlari hammasi tabriklashgan. Endi odam ham uyida, ham ishxonasida baxt topish eng katta baxt. Mana hozir shu yerda turganda ham sizni farzandlaringizga, sizga havas kelyapti. Erta Xudo xolasa shu 24 kanali, u mening otam loyihasini qahramoniga aylanasiz. Ularni ham mana shunaqa bir havasga aylanadigan bir otasiz. Mana shu aka, nimaiki mehnat qilgan bo'lsangiz, mana shu xalq uchun, o'zingizning farzandlaringiz uchun xizmat qildingiz. Iloyim mana shunaqa yaxshi kunlarda
sizni yaxshi kunlaringizda xalq xizmat qilsin. Siz xalqimiz yaxshi kunlarida doim xizmatda bo'ling. Hech qachon o'sha sohib ovoziz ular mungli bo'lmasin. Doim shunaqa yaxshi kunlarda shunaqa doim sahnalar ishida bo'ling. Har doim mana shu kollektivga kuch tegmasin, har doim martabalaringiz ulug' bo'lsin. Aziz onajonim, qadrdonim, Zarifjon Jo'rayev, men bugun shunchalik to'lqinlanib ketyapman. Butun Jo'rayevlar sulolasi nomidan chin ko'ngildan, chin samimiy, chin yurakdan mana shu tavallud kuning bilan tabriklayman. Uzoq umr, baxt saodat tilayman. Kelin bilan qo'sha qari. Nasib bo'lsa mana shu farzandlarni huzur halovatini ko'r, rohatini ko'r. Nasib bo'lsa xonadoningda har doim shu kelinlar olib, qo'sha kelinlar olib to'ylarda nasib bo'lsa mana shu kollektiv jamoasi xizmatda bo'lsin. Har doim mana shu shogirdlar, do'stlaring, qarindosh urug'lar ardog'ida bo'l. Har doim omad yor bo'lsin. Layloqlar Zarif akamni o'sha otalari, onalari ham chiroyli tabrik so'zlarini, niyatlarini bildirib qo'yishdi. Mana jangdan birgalikda Zarif akaga chiroyli tabrik so'zlar, aka-ukalar, qadrdonlar, yaqinlar nomidan mana opalari hozir tabriklab qo'yishyapti. Zarifjon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring, doim sog' bo'ling. Shu farzandlaringiz baxtiga doim sog' bo'ling, alam bilan qo'sha qarib, doim shuna yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Hajraga borish nasib qilsin, hoji ona, hoji ota bo'lish hammalaringizga nasib qilsin. Hammalaringizga kattakon rahmat, kelganlaringiz uchun sog' bo'ling. Rahmat bergan. Faqat qo'llarini yo'qlayapmiz. Bu çabanlar 2008-yıl şeyde bitta vardı. O'sha o'rnay qo'yasiz. Ha, bunun keyin berda Grand Prix'larni oldim. Shunaqa cho'ponlarni endi nasib şey sahnalarga kiramiz. Endi Pamayamızı çarasida tashkil etishlar bo'lsa kerak, katta rahmat sizga. Rahmat. Zarif aka bizga kim yetishyapti yana? Endi nasib bo'lsa kechga bolalar kirsa kerak deb. Zarifaka endi mana shu uzoqlar hozir borda o'sha yo'lda dedi, hozir bo'lishga harakat qilamiz, qabul terrorik. Mana shu bolalar nimaga havas qilganmiz? Umid, Anvar, ismlari. Sizga o'sha yoshlikdan sizga havas qilib mana shu katta sahnaga olib chiqqan ham ustozi, ham otasi, ham tarbiyachisi, ham o'sha eng ko'p tarbiya beradigan odamsiz. Endi kechqurunga xolos erlarning ishxonani takliflab bu yoqqa keldi. Kechqurun yana boshqacha surprizlar bor. Lekin siz nafaqat o'sha ikkita o'g'lingizga, ko'plab o'sha uchquduqda talantli bolalarni mana shu o'zingizning kasblaringizni o'rgatgansiz, ularni birinchi marta katta sahnaga olib chiqqansiz. Mana ikkita qahramonlarni olib keldik. Eng yaxshi ko'rgan shogirdlaringiz mana shular. Hozir mana shu erta qahramonlari kimlar bo'lishi mumkin? Kimlar deb o'ylaysiz? Shogirdlarimiz mana shular ekan. Qani o'ynab ko'ramiz? Shogirdlaringizda. Said ikkinchisiga. Aytmadi. Dadaxon bo'lishi mumkin, Said bo'lishi mumkin. Saidjon Dadaxon endi boshlanib, bosh kiyimlarni olamiz va Zarif Jo'rayevni tabriklaymiz. Endi kechga kelar deb kutdim, lekin kelib qolar uchun biram tartib. Chunki bu Toshkentda bu Anvar deb qoladi.
Rahmat. Bekka joylarda bo'ladi, bunaqa ba'zilarda buncha ta'sir bo'lmaganmi? Nima, yo'q, menga ta'sir qilmaganmidi? Ta'sir qildi. Üç günler tırmasdan beri ssenariyini yozsa, yangi chiroyli qarshi chalib qo'yaylik. Aytdim, shu kecha uxlamadim deb, bugun ertalab so'radim, shu kecha uxlamading sen deb. Tipirib turaverdi. Rahmat. Rahmat. Shuncha nima deydi? E'tibor, shuncha tashkilot, tashkiliy ishlaring uchun sizlarga uzoq umrlar tilayman. Shu hammalaringizga rahmat. E'tibor uchun rahmat. Bir sahnada yelkadosh ishlayishda o'sha hali aytganimdek doim xalqni yaxshi kunida xizmat qilasizlar. Sizlar uylaringizda nima bo'ladi, bolalar kasal bo'ladi, uyda tinchlik bo'ladimi? Unga hech kimning ishi yo'q. Faqat o'sha sahnada chiroyli bo'lib, o'sha odamlarimizning kayfiyatini ko'targan, mana shu avvalo mana shu kasblaringizdan baraka topinglar ekan. Chunki faqat xalqni yaxshi kunini tilab duo qilasizlar. O'zlaringizga qilmagan duolar mana shu xalqqa qilasizlar. Mana shu kollektivdoshlar o'rtasida hozir men hozir niyatlaringizni aytdim. Piruz. Milliondor ismlar bor. Milliondor ismlar. Keling. Молодцы, мальчишки, ну это вообще. Вы богатство Зарифа, понимаете, вы его богатство. Дочь я не так хорошо знаю, но сыновей, конечно. Детей вырастет, вот они, красавцы, умные, музыкальные, творческие. Самое главное, внимательные. Это же самое главное. Здоровье крепкого, чтобы оно никогда Зариф тебя не подводило. Чтоб ты еще всех женил, еще вар надо женить, свадьбу сыграть, да? Вот. Чтобы на все это тебе хватило сил, вот насколько ты хочешь, вот чтобы все так получалось. И не уставать жить. Всегда был вкус жизни. Всегда. Тебя никогда не уставал жить. Все время заботился о своей жене, чтобы она была такая же красавица, всегда была рядом. Это самое главное тоже для мужчины. Вовремя подать тапочки, чтобы Зариф и котич не уснул. Здоровье. Что, с хэппи-бёрстдеем, что ли? Да. Мало, да? Не, народ. Общее. Давай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 2007 года, да. Декабрь, ноябрь, вы поддерживали меня, самые первые. Меня послушали и сказали, что вот кто нам нужен. Талантливый человек, я сказала. Да. Его надо брать на работу. Если вы бы не были, я тут не работал на работу. Ну, наверное. Ну, что хочу сказать, это человек один из немногих пишется на студии, вот кто это знает, без фальши. Очень редко фальшивит. Молодец. Да? Мальчишки, я вас поздравляю. Mana shunday yaxshi kunda ko'rishganimizdan va mana shu kunda asoschisi dada tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Nimaga niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga erishib yuring. Hamma havas qiladigan hayotda yashanglar onam bilan. Baxtli, saodatli bo'linglar. Bizni mana shu yaqinlarni hamma vaqtiga sog'-omon yuringlar. Biz mana shunday tabriklarni yaxshi kunlarda xizmat qilib charchamaylik. Nasib bo'lsa, nimasi? Tuyimdan tabriklaymiz. Yuzlarga sizni yaxshi ko'ramiz.
bo'lmadim dadamni soyasida do'stlarga zor bo'lmadim dushmanga xor bo'lmadim yashadim teksinmadim dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman dabrak so'rib dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman dabrak so'rib dadamni soyasida tirikligi davlatim oshishlar savlatim onam mening jannatim dadamni soyasida qizillik oqsoqoli nuroniy so'zi borli meni bir qopon soldi dadamni soyasida topganlarim to'y bo'ldi so'yganlarim qo'y bo'ldi qalbim nurga to'ldi dadamni soyasida topganlarim to'y bo'ldi so'yganlarim qo'y bo'ldi qalbim nurga to'ldi dadamni soyasida Qalbim kibir qoyaman dadamni soyasida men badavlat bo'laman dadamni soyasida g'amlaringni qo'y hayot tashvishlaring elga yot jonim omon ko'nglim shod dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida yuribman davrim surib